Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Anchadan beri video chiqarmagan edim. Bugun yangi video chiqadi. Hovlimizda remont edi. 6 oy deganda tugadi. Mana endi уборкasiga keldik. Уборкasiga ikkita odam chaqirgan edik. Ular ishlarni boshladilar. Birinchi oynalardan boshlab tozalashni boshladilar. Men esa kuxnyani tozalab chiqdim. Undan keyin esa hovlidagi kafellarni birinchi suv bilan yaxshilab yuvib, keyin artib oldik. Shunaqangi kir bo'lib ketgan edi. Bu yomg'ir yog'ganidan keyingi holati. Shunaqangi satirka qilganidan keyin shunaqangi loylari chiqarkan. Bularni birinchi yuvib olib, keyin artib chiqdik. Buni artishning iloji yo'q edi bu holida. Hovlini tozalayotgandim. Oyim shunaqangi naborlar olib keldilar hovli ko'rtiga. O'ylaringiz o'zi bironta yangi uy olinsa, shunaqa posuda qilib kelinadi. Uy ko'rtiga posuda yo biron narsa olib kelinadi. Mani ayam polni sizlardi, keyin boshqatdan yangi hovli bo'ldi deb shunaqangi hovli ko'rti qilib posudalar olib keldilar. Shunaqangi необычный suvenir olgan ekanlar. Bu suvenirni tashqarida hovlidagi kuxnyaga qo'yaman deb o'yladim, lekin hozir havo sovuq. Endi bahorga chiqib buni chiroyli qilib qo'yamiz. Shunaqangi 3 talik matryoshka, qozon, kastrolka, 2 xil posuda nabor, shunaqa narsalar olib kelganlar. Hamma joyimiz tozalab bo'lganimizdan keyin posudalarni ichkariga olib kirib, bitta-bitta ochib, hammasini joylashtirdim. Yangi posuda ishlatdik. Yangi uylarda, yangi hovlilarda yangi posudalar ishlatishni xohladim. Shuning uchun hamma posudalarni ochib ishlatishni boshladim. 2 xil nabor posuda olganlar. Bittasi shunaqa yashil, to'q yashil, bittasi oq. Shunaqangi stiklani qolip, 3 talik matryoshka, bokal nabor 2 xil. Shunaqangi posudalardan olib kelganlar. Qozon. Ayamga katta rahmat. Mana bu suvenirni hozircha kuxnyaga qo'yib turdim. Kuxnyada shunaqa bo'sh joy bor edi, o'sha yerga qo'yib turdim. Ayam yana menga shunaqangi namatrasnik yotganda siyib qo'ysa ham matrasga yoki namatrasnikka o'tmasligi uchun namatrasnikni ustidan kiydiradigan narsa olgan ekanlar. Bu esa shunaqangi dasturxon nabor. 6 kishilik. Shu kuxnyadagi stolimizga mos salfetkalari bilan birga ekan. Buni korobkalarini tashadim. O'zini esa shunday paketli bilan olib qo'ydim. Ichkari uyimiz remont bo'lgani uchun ayam menga shunaqangi plet, pastelniy belyolar olib keldilar birdan. Mana bu yerda esa o'sha yashil naborni ko'rsatib o'taman. Oq naborni olib qo'ydik. Buni esa ro'zg'orga ishlatyapmiz.